o'zim ham xuddi adam bilan oyimdagi bo'lib qolganman erim bilan. O'shaning uchun ularni eshitish menga ortiqchalik qilyapti deydi. Hozir kursga o'quvchilarni suhbat bilan o'tkazyapman-ku o'zim VIPga bo'ladigan. Shunda bitta narsani ko'pchilikdan eshitdim, mana bunaqa muammo bor ekan. 30-35 yoshdagi ayollar onasiga telefon qila olmay turar ekan. Mana bemalol qilib gaplasha olmayman, qilishim kerak degan majburiyatdan qilaman deydi. Nimaga desangiz, buning ikkita sabab bor. Birinchisi, onasi yaxshimisan degan joyida onasiga yolg'on gapirish kerak. O'zi yaxshi emas chunki ahvoli. Ha, ona siqilmang, hammasi yaxshi deb aytib qo'yish yoki bo'lmasa onamga dardimni aytib boraman telefon qilsam, keyin onam yuragi siqilib qoladi deydi. Ikkinchisi, telefon qilsam onam yana adam bilan bo'lgan uydagi muammoni gapiradilar. Uni eshitib yuragim siqilib ketadi. O'zi o'sha adam bilan oyimni urishurganlaridan qochib erga tegib ketgan edim. Endi hozir yana yuragim siqiladi. Telefon qilsam, "Adang mana qildi, adang buni qildi" deb gapiraverishadi. Shuni eshitkim kelmagandan telefon ham qilgim kelmaydi onamga deydi. Bu ota-ona bilan to'g'ri separatsiya bo'lmagan, uzilish yo'q bu yerda. Turmushga chiqib ketdi degani hali uzildi degani emasda. Emotsional uzilishda ona bilan uzilishi faqatgina yaxshi tomondan tushunishadi. Og'riq bo'lsa, achinish hissi, aybdorlik hissi bor joyda ham uzilish bo'lmaydi. Buni faqat travma terapiyalarda ishlab ona bilan sog'lom uzilish kerak. Bo'lmasa, u o'sha muhitda, o'sha holatda yashayveradi va katta ehtimol bilan yana o'zligi ham shunaqa deyshadi. O'zim ham xuddi adam bilan oyimdagi bo'lib qolganman erim bilan. O'shaning uchun ularni eshitish menga ortiqchalik qilyapti deydi.